Bizdan arzon uchastka so'rayotgandinglar, mana shu orqamda turgan uchastkani 60.500 qo'yib yuboraman. Mani yana pulim kamroq desangiz, mana shu yerda 4 ta uchastka tushgan, orqasidagi 2 ta uchastkamizni atiga 56 mingdan qo'yib yuboramiz. Tupidagi tushgan 2 sotuvlikni 68 ming qo'yib yuboramiz. 4 ta xonadon sotuvga chiqyapti. Yangi kottejlarimiz sotuvga chiqdi. Ulgurib qolamiz, soni cheklangan. Qadrdonlar, manzilga keladigan bo'lsak, Nazarbek, Mevazor mahallada bo'lyapti. Mana shunaqa yo'lak bo'lyapti. Tupiga tushgan ko'chaga bo'lyapti. Qadrdonlar, mana darvozaxonadan kirganimizda planirovkasi mana shunaqa qilingan ekan. Bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Zilli zonaga vaqtdan joy tashab ketilgan ekan. Bu uyimizning tagida bitta oshxona tagida podvalga joy tashab ketilgan ekan. Qadrdonlar, mana shunaqa bitta xo'l qismiga ega ekan uyimiz ichida. O'ng qo'limizga kirganimizda bizani bitta chiroyligina bitta zal qo'ygan ekan. Hop, zaldan chiqqanimizda bizani bitta sanuzel hojatxonaga joy tashlagan ekanlar. Bu yoq tarafimizda ko'rishingiz mumkin. Yorug'li derazalar ham joy tashlab ketilgan ekan. Spanni ekan, ichida bitta sanuzel hojatxonasi bor ekan. Hop, bu yoq tarafimizda ko'rishingiz mumkin. Bitta detskiy, navbatdagi buyumisi ham bitta zal ekan. Oshxona ham chiroyli qilib bitta joy tashlab ketgan ekanlar. Qadrdonlar, planlari bir xil. Bir ol sotuvdan tushgan, Nazarbek Mevazor mahallada bo'lyapti. 4 xonadan iborat bo'ldi, 3 ta sanuzel bo'lyapti, bitta xo'l qismiga ega bo'lyapti. 60.500 dan qo'yib yuboramiz. Har doimgidek telefon nomerini afishanada qoldiradi.